Hammaga salom, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Nimaga bugun ochishni boshladim? Chunki biz bugun toqqa ketyapmiz. Hozir sochim chigara qilyapman, katta chigara qilyapman. Mana shunaqa. Sochim faqat oldi qismini qildim. Orqasi shundaylikcha turaveradi. Xullas, hozir vaqtimiz yo'q. Kechqurun uxlamay chiqqanmiz. Sekin. Zo'r bo'ladi, shunchasi oson bo'lmadi. Og'ir mehnatdan qavatga shon qo'nib. Video olamiz. Kameraga uchib kirdi kadrga. Biz keldik. Men sizlarga kombinim ko'rsatay. O'zim tikkanman, kechasi bilan uxlamasdan chiqib. Shunaqa turinglar. Qirg'ovlik o'sha stol qirg'ovlik. Dada, sal oldinga surolmaysan mashina anaqani sekinami? YouTube vlogimizda davom ettiramiz. Biz keldik. Keyin ovqatlandik, narsalarimizni joylashtirdik. Ha. O'zi normalda oddiy gapira olmayman. Iloji o'rtalarini kesib chiqaman keyin. O'zi gapirsin. Hariga chiqmaydi. Chunki fikrim juda ham dog'niqda, bunday yoyilib ketganda. Ham o'sha ham turkcha gap tuzilishi bilan o'zbekchasi bir-biriga kelishmay qoladi. So'zning o'zbekchasini qidirganimgacha to'xtab qolaman. O'zbekchasini topolmay qolsam turkchasini aytib boraman. Keyin uni tushuntirib o'tiraman keyin nimaligini. Ham hozir nafasim qaytib qoldi. Otam bor ekan. Otam jetolmaydi. Otam bormi? Shakran tushundingmi? Ha. Men ham shuni aytdim, otam bor ekan deb. O'sha payt aytish kerak edi. Shuncha paytdan beri otang yo'qmi dedi. Shunaqa dahshat rasmga tushdim. Fotogenichniy qismanda o'zi. Endi yana bitta mana bunaqa joyga keldik. Shunaqa chiroyli, makiyajim ham zo'r bo'lgan. Yoqdi o'zimga. O'zim bugun sevdim. Juda ham chiroyli qiz bo'lganim uchun любой joyga rasmga tushsam dahshat chiqyapti. Voyay. Men semirganimni bildim. Necha kilo olgan bo'lsam, maksimum 52 kiloga chiqdim deb o'ylayman. Undan oyog'ini chunki men yuragim qabul qilmaydi. Davay rasm tushamiz. Ana Avengers'da bitta qiz bor, chigitkada. Qasaskor. Yana bitta meni vlogim qanaqa bo'ldi deyman. Boshida bir gapirdim, ketyapmiz dedim. Tayyorlanyapmiz dedim, bir gapirdim. Yo'q. Toqqa chiqqanimizda shaqa bordik deb bir gapirdim. Shunday qildik. Shunday bo'ldi. Qisqacha hisobotlar bo'ladi. Xuddi shunaqa Video отчет bo'ldi. Hozir ketyapmiz endi. Chiqaraylik. Endi Ketgan. Aytgancha bizni bloger deb o'yladi. O'shaning uchun Instagramini berdi. Atmetga qilib qo'ysanglar, bizani dedi. Yaxshi bo'ladi dedi. Mayli qilib qo'yamiz. YouTube'ga anaqa yozib qo'yaman mashinaga. Yoki bo'lmasa sizlarga hozir ko'rsataman qayerdaligini. Tepadan qaranglar bizga. Altdan. Bunaqa pastdan qaramanglar, tepadan qarang. Bu ikkinchi makiyajim. Makiyajimni bundan oldingisini o'chirib, yaxshilab yuzimni yuvib, tozalab, keyin boshqatdan juda ham yengil makiyaj qilib oldim. Telefonda kamerasiga qarab qilingan makiyaj. Oyna yo'q edi u payti. Biz Lola qizg'aldoqlar dalasiga rasmga tushgan keldik. Keyin bitta transition videom bor edi. Mana bunaqa geçish videosi. Har xil joylarda olib ko'ryapman.
qaysida eng zo'r agar anaqa bo'lgan bo'lsa o'shani keyin joylayman. Shuning uchun hozir men paletkam olib oldim. Ustimga futbolka ham kiydim, ustimni almashtirdim, oranjeviyda, yubkam qoldi. Ustimda shu. Adidasga mos sambo, krossovkamni kiydim. Mamtum surqib tashlashibdi. Tabiat tasiraylik. Ayang ishlab oldi. Wow! Og'ritding. Endi men seni ishlab olay. Maylimi? Yo'q. Nimaga? Baba ketdi, xayr qil babaga. Xayr qil. Yoki chaqir, qattiq chaqir. Dada! Qattiq. Dada! Qattiq chaqir. Dada! Endi yugur, qo'yib yuboringda qayta yugura. Tez babaga chop. Tez chop. Hammaga salom. Gapirishim yaxshimi? Sizlarga yaxshi eshitilyaptimi? O'qiyotganga o'xshab tuyulmayaptimi? Montajda qilayotgan paytim ayamda shunaqa gapini eshitib qoldim. Gapirganingda xuddi kitob o'qiyotganga o'xshab gapirasan dedi. Lekin menga unaqa tuyulmaydi. Men normalniy gapiryapman deb o'ylayman. Ancha payt to'xtatib turmoqchi edim. Chunki hozir ishlayapman ham. Ko'z tegmasin. Shuning uchun undan ortib montaj qila olamanmi yo'qmi uni bilmayman. Nimagadir men bu kiyim meni yelkamni juda ham pastga tushib tashladi borku. Aslida men yelkali qizman. Mana shunaqa. Yaqinda 25 may sochim qanaqa bo'ladi, makiyajim qanaqa bo'ladi xayolimda bor, lekin qilib ko'rmaganman. O'sha 25 mayda qilmoqchi bo'lgan sochimni men 9-sinfligimda ham qilmoqchi edimda. Eng anaqa tarafi hali ham ichimda qolib ketgan o'sha narsa. Keyin yana nimani aytmoqchi? Tez aytib ketaman buni, mayli. Yaqin 2 haftadan beri men masalan yuzim o'g'ri chiqib ketgan, jiyanim yuzim tirnab olgan mana. Bilmayman qayerdan yara bo'ldi, yara bo'lgan. Shundayligimcha men oynaga qaragan paytim. Voy be. Shunaqa chiroyli qizman. Bilmadim, men o'zimga yoqib ketdim. O'shaning uchun videoni ochdim. Ertaga bizga o'qish yo'q, o'shaning uchun ko'ramiz. Xuddi men bu videoni bugun olyapman, ertaga chiqadiganda. Ertaga deb gapiryapman. Bugun 8-may. Bugun 9-maymi? Yo'q, bugun 10-may. Ertaga ukam tug'ilgan kuni. 12sidan bizga o'qish. O'shaning uchun uyda bemalolman. Xohlagan. Hammaga salom. Qisqaroq gapiraman. Bugun 23-may, adashmasam 25-mayga boshqacha tayyorlanyapman. O'shaning uchun hozir bozorga ketyapman. Menda bor edi suv olib. Davom etamiz. Agar men sochimni mana shunaqa yig'ib, mashinada orqasida o'tirgan bo'lsam, demak men Surxondaryoga ketyapman. Bu yil bizda 10 yilligimiz, o'shaning uchun tayyorlandim, kiyim oldim, ikkita ko'ylak oldim. Oyoq kiyim olmadim chunki o'zimda bor edi. Ham deganda oyog'imda tirnoq olganda sal ichkariroqdan olinib ketgani uchun oyog'im shishib, mazol bo'lib, yeringlab mana shunaqa bo'lib yotibdi. Shuning uchun baland oyoq kiyishim 50-50. Baland oyoq kiyishim 50. Hozir taksi gaplashgani keldik. Ayamlar pastga tushib ketgan, men jiyanim bilan o'tiribman. Qanday ochib olding buni? Ketdi. Günaydınmi deyim, xayrli obedmi deyim, nima deyim. Qayerga borsa o'ziga sharoit topib qoladigan men. Meni gapirishimda shikoyat qilayotganlar, shikoyat qilmanglar. 2x qilib o'tkazinglar, tez ko'rasizlar, o'shanda ovozimda defekti bilinmaydi. Xullas, men Jarqo'rg'onga keldim, Surxondaryoga keldim. Bugun opamda imtihoni bor ekan. O'sha imtihon uchun Termizga borishim kerak. Hozir men Termizga ketadigan taksini mashinada o'tiribman. Men bir hafta mana shu yerdaman. Qurbon hayitda ham mashta bo'laman, faqat Qurbon hayitda qishloqda bo'laman. Ularni ham sizlarga ko'rsataman qanaqa bo'lishini. Lakim qanday? Aslida rangi aniq edi. Bundan ham ochiqroq edi. Bunga men korishniy aralashtirgandan keyin mana shunaqa rang bo'lgan. Qalay. Ustimga yengilroq futbolka bilan jinsi shim kiydim. Oyog'im mazol bo'lgani uchun kameram borgan sari qishib ketyapti. Hali qanaqa kablok kiyaman bilmayman. Shuning uchun hozir slanskiy bo'lganman. Aniq uyda yuribman-da ko'chada ham. Makiyajim juda ham yengil qildim. Aniq taksidan hozir tushdim. Toshkentdan keladigan taksidan hozir tushdim. Yuzimni yuvdimda eng yengil makiyaj qildim. Makiyaj ham deyilmaydi. Prosta ranglandim-da faqat. Bo'ldi shunaqa.
Endi borgandan keyin sizlarga jiyanim, ikkinchi jiyanim deb ko'rsataman endi sizlarga. Uni ko'p ko'rsatmasdim. Men Termizga ketdim. Termizga keldim opam oldiga, havuz yotoqxonasidaman. Biz uchalamiz kelishib, uchinchi qizimizni ham chiqarib olmoqchimiz yotoqxonaga. Keyin obedlashga ketamiz. Qiz uxlayapti hozir. Shunaqa. Bularda yaxshi ekan. Yotoqxonasida lifti bor ekan. 5-6 etaj adashmasam, shuning uchun men 6-etajdaman hozir. Demak, 6 etajdan ko'p. Had it just like that, had it right on track, and I keep finding Yana-chi? Biz keldik choy ichgan. Juda ham qorong'i joy ekan lekin. Biz keldik ovqatlanganni. Hozir ovqatlandik. Pide yeymizmi? Men o'tgan safar yeyolmay qoldim. O'tgan safar nima pide aytdik? Yo'q, boyaga borganda. Toshkent City. Yo'q, City Mallda. Magic City'da. Maliki mix. Undami? Keyin bitta pizza aytaylik. Siz yaxshi ko'rgan pizzangiz qaysi? Mana shu o'zing bilgan aytaver. Salat pizza ayting. Ya. Ayasıman de. Aynı değil. Ben bu hamon olib keliyor. Keyin mana sitadan yangilab chiqdi. Keyin men mana shunaqa joyda yurishni yaxshi ko'raman. Masalan, sport anaqasi nima deydi, maydoni katta degan narsa. Yo'q, videoga musobaqa tashkillashtirdi ba'zida. Ko'rmaydigan joydan ichida men ham ishlamayman. Ishlab qo'ygan. Bizda 35 mingga dolandirdilar. Yeb ko'ringlar. Ya. Kommentariyasini bildiradi hozir. Marojnisi ham yaxshi emas, ustidagisi ham yaxshi emas. 6 minglik marojniy bo'ladi-ku. Bunday ketganda ustida mevaning anaqasi bo'ladi. Xuddi o'sha tam. Yeb ko'ringlar. Agar anaqasini topsam ko'rsataman sizlarga. Kachествоsi ham yo'q. Bir bergan ham Mas aytaman. Chula degan marojniy bo'lardi. Ana shu. Ko'rmaganman lekin. Yo'q senga. Yo'q senga, yo'q. Shularga yo'qdi. O'rnida yo'qdi, eshitmagan u. Ye. Hap, hap. Tushunmayya. Oling-ku. Gel. Qo'lda. Ya. Og'zing och. Mana bizni Soriboyimiz. Juda kam ko'rsatganman bu qizni. Yaxtaydan jirkanadi. Suvga qaytyapmiz. Otilgani ko'rsataman. Qayerda o'qiganimni? Bunaqa emas edi lekin, bunaqa ko'k emas edi. Mana bilasiz, Bizlarni 5-sinfdagi ustozimiz. bular mana 5 tashabbus olimpiadasida rahmat qizlarim, baraka toping. Yaxshi. Mana bizlarni keldimi amallab? Короче, bu maktabimiz bilan Toshkentdagi o'qigan maktabim strukturasi bir xil. O'shaning uchun esimdan chiqib ketgan qaysi bizni xona edi. Menimcha bu xona emas edi. Yosh xonadan keyin o'zgargan bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Biz o'qiganimizda pastda edi.
30 yilliklarda, 40 yilliklarda uchrashib yuraylik. Sharafa topani bizdan Biz chiqdik ustoz oldidan chiqdik. Salomlashib, gaplashib, tabriklashib. Endi obedga yuguramiz, qayerga boramiz? Agar obedimiz hal bo'lmasa, birdan kechqurun gaplashib ko'rishimiz mumkin. Hozir aniq emas. Yarimi u yoqqa, yarimi bu yoqqa ketamiz deyapti. Hozir qayerga ekan? Ustoz uyiga, Sharofat ustoz uyiga, boshlang'ich ustoz uyiga tabriklagan ketyapmiz. Mayli, ularni ko'p ko'rsatmayman. Ruxsat beradimi, yo'qmi, yuzimga bijir-bijir qo'yib ber deb qolsa. Kirlar, tilla qizlar baraka. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Zo'rmisizlar? Zo'r, rahmat. Yaxshimisiz? Baxtiga sog'inglar hammalaring. Siz ham sog' salomat bo'lib yuring. Bundan buyog'iga yo'q. Утопая в воспоминаниях моих твоих. Я люблю тебя, но не встану на колени. Поверь. Bechora ketdi. Shipshak ertalabdan salom. Bugun Qurbon hayiti ertalabi. Ertalab emas, уже obedlar bo'lib qoldi. Bir martaga ertalabki mehmonlar kelib ketdi. Qishloqda bugun ikkinchi kunim. Men shuni tushundim. Boshqa bir o'zim kelmaslikka qaror qildim. Menlikmas ekan bunaqa mehmondorchilik bo'lib yurish. Odamlar bilan gaplasha olmaslik shunaqangi qiynayapti. Gaplashish qiynayapti, gaplasha olmaslik emas. Ko'rishish, hozir ular bilan boshqatdan salomlashish, qarindoshim bo'lmasa hammasi. Menga juda ham qiyinlik qilyapti hozir narsa. Majbur.